Xullas, bolam. Go'zalni buviniki qishloqqa borib tashab kelasan. Xo'p. Buvi, men qishloqqa bormayman. Nimaga bormaysan? Sendan kim so'raydi, borasanmi, bormaysanmi deb. Xavotir olma. Men o'zim seni o'sha yerda zashta qilaman. Siz meni ojiza ko'ryapsizmi? O'zimni himoya qila olamanmi? Yo'q. U yerda qo'ylar bor, tishlaydi. Qo'y tishlaydimi? Lo'q ko'ryapsiz meni? Bo'pti, qo'ymas. Buvimchi senga o'xshaganlar mazasini qochirib qo'yadi. Buvingiz, men buvingiz mazasini qochiraman. Javobmi? Buvingizga dam beraman. Nima? Sanmi? Yo'q. Javobmi gapingga? Javob. Bo'pti, yur, qani ko'ramiz. Bo'ldi, ketdik, men keyin chiqay hozir. Bor, kiyinib chiq. Buni sal maqtab qo'ysangiz o'zi yugurib ketadi. Qanaqa borganini bilmay qoladi. Ehtiyot bo'linglar, bolalarim. Buni shunaqa tarbiya qilmasam, boshqachasiga iloji yo'q. Taltaytirib yordim o'zim. Baribir seni o'zingga ham kerak buni yaxshi tarbiyasi. Ertaga o'zing yoningga boradi bu kelin bo'lib. O'zi bunichi menga shu tarbiyasizlik yoqadi. Voy, bunisiga ham bir nima bo'lgan. Menga qara. Salla o'zi bir-biringga mos salla, bilasanmi shuni? Ikkalingda ham ozgina kamroqmi deyman, bolam. Men tayyorman. Bitta duo bering, ketamiz. Yoshdek sani o'ylamagankan, ertaklarda so'ylamagankan, qariganda o'ylamagankan. Arhıvidiyen ağlar, fırığı vıdahım bolha, fırığı vıdah. Nima bola bu qo'shiq nima deyapti? Bilmayman, men ham tushunmayman so'ziga. Maza qilib o'ynab ketyapsiz-ku? Go'zal, biz hozir qishloqqa ketyapmiz. Qishloqning odamlariga ashulaning so'zi muhim emas. Muhimi teng bo'lish kerak. Duqun bo'lsa, mazaq o'ynashadi. Endi sen sushi yeb yurgan qiz, qattan bilasan bularni? Sen ham tayyorlanib tur, borgandan keyin to'yda o'ynaysan. Yo'q, o'ynamayman, men rahmat. Voy, nimaga o'ynamaysan? O'ynaysan. Ayol kishini o'ynagan kuni o'lgan kuni. Yo'q-e. Chunki erkak kishilarga bu gap ta'sir bo'lmay qoldi. Bitta narsa so'ray. Bu vizrosdan yomon ayolmili? Voy, buvimchi shunaqa jahllari yomon. Bitta ko'zlari ko'rmaydi. Buni qaroqchilarning dumolog'i bo'ladi-yu, shunaqa taqib oladilar. Rostdan. Burunlari singan, yoshliklarida boksyor bo'lganlar. Quloqlari ham singan, baris bo'lganlar, chempion bo'lganlar. Yo'q, menga qarang, orqaga qaytayman, bormayman bu uyiga. Yo'q, o'tir. Ketaman, men tushib qolaman, to'xtating mashinani. Jim, o'tir. Ketaman. Yop eshikni. Voy. Yop, jim o'tir. Hazillashdim, bo'pti. Unaqa emaslar bu. Bitta ko'zlari ko'rmas, ikkalasi ham ko'r. Unda tushib qoling. O'tir, hazillashdim, bo'ldi. Men siz o'rtog'ingizmanmi, hazillashasiz men bilan? Sen tayyor tur. Ertaga menga tegganingdan keyin mana shu qishloqda yashashingga to'g'ri keladi. Sizga tegman deb kim aytdi? Qishloqda yashayman deb yana. Tegmaysanmi? Hech qachon. Men Yevropada yashayman. Mabodo taqdir taqozosi bilan qishloqda yashashingga to'g'ri kelib qolsa, yashirmiding? Yo'q, taqdir o'zgartirardim. Sen undaqadimi? Ota-bobolarimiz aytgan, nonni katta tishlasang tishla, gapni katta gapirma deganlar. O'zingiz ham ota-bobo bo'lib qolibsiz? Yo'q. Ko'ramiz hali.